Barakatuh. Ben hazır Android'da PHP muhiti hazırlashni so'zlayapman. Buning uchun oldi bilan PHP muhiti hazırlash uchun PHP muhiti hazırlaydigan detalni tushirib olamiz yine. KSLib. Bu men oldin ele tushirib olgan ya'ni yechib o'tilgan detal. Hozirroq saqlaymiz. O'ziga kerakli narsalarni qashlayotdi hozir. Tamam, qaşlanıp oldu. Bunun dosyaya kirib php.myadmin. Yani bu php.myadmin PHP'deki yani törbe sahasındaki en son sanlık malumatdan biri. Yani sandan mülazimetten biri. Bunun için bunu qaşlashimiz kerak. Bu qaysi mülazimetlere yani qaysi türdeki tipdeki mülazimetlere ulab ishlatiladi. Hozir bu men ishlatayotganim birincisi, shuning uchun bu birinchisini tanlayman. Bo'ldi. Tamam. Endi birincisi 80 degani PHP muhiti hazırlangan, yani PHP lik muhitniki adresi. Bunu basgandan keyin bu to'rtko'rgichda bevosita ochildi. Mana. Demak, bu normal hazırlandı degan gap. Endi bu sandanni ichib boqamiz. Sandan mülazimetlerini. Tamam, bu normal açılıptı. Bunun açılmalıkını yani PHP muhitiga PHP sandan ulandı mı, ulanmadı mı? Yani sistemi özü otomatik ulab berdi normalde. Bazı vaqtda ulanmaydigan ahvollar yuz berdi. Shuning uchun bu kirib sistemning ichiga kirib sinab boqamiz. Odatda buning maxfiy nomeri yo'q keldi. Shuning uchun buni bevosita biz orqali kiramiz. Ha, bu normal olinibdi. Unda bo'lsa buni database bu sistem o'zida ta'minlagan sonliq ma'lumotlar. Tamam, shuning bilan PHP muhiti hazırlash, PHP'lik sandan hazırlash darsimiz tugadi.